Bugun men Herobrine bilan bir kun Vijivoniya qilaman. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Avvaliga men 4 ta daraxt qazib, keyin toshli instrumentlar yasab oldim. Keyin men qo'yni o'ldirayotgan bir vaqtim u shunday ko'rinishga ega bo'ldi. Keyin ular 2 taga ko'paydi. Men ulardan qochayotgan vaqtim Herobrine'ni o'zini ko'rib qoldim. Keyin qo'ylar juda ham ko'payib ketdi. Mana shu joyda Herobrine menga tikilib turardi. U menga umuman shans bermagandi. U meni faqat qo'rqitardi. Oldiga bormoqchi bo'lsam, u shunchaki yo'q bo'lib qolardi. Men bu oroldan ketmoqchi bo'lganimda, u men tomonga kelmoqchi edi. Tun bo'ldi va men o'zimga baza qurdim. Keyinchalik u mana shunday struktura qurdi. Men buni buzib ko'rmoqchi bo'ldim. Buzildi, lekin hech narsa bermadi.